Добрый день, уважаемые друзья, жители Узбекистана. Я Карима Наргиз Абдулан, являюсь руководителем отделения слуха и равновесия при Республиканском лор-центре хирургии головы и шеи и хотим поделиться радостью и счастьем. Именно сегодня мы дарим слух прекрасным девушкам, которые раньше слышали, говорили, прекрасно справлялись своей работой, но их жизнь превратилась вот в такое состояние до и после. По причине того, что они перестали слышать и просто углубились в этот мир глухоты, они не смогли не только разговаривать с родственниками, но и перестали работать. Не было никакой коммуникации. И, конечно, представляете, что такое быть в мире тишины, в мире глухоты. Но благодаря спонсорам мы продолжаем нашу благотворительную деятельность. И в этот раз хотим сообщить, что такую радость и счастье дарит Инфинибанк. Мы хотим от имени центра выразить огромную благодарность. Это действительно очень богоугодное дело помочь этим женщинам вернуться в мир звуков. Ведь мир звуков такой прекрасный, необычный, и мы очень рады, что благодаря этой благотворительной помощи мы можем подарить заново радугу звуков женщинам. Ну, согласитесь, когда такие события, хочется ими делиться и всегда призывать. Давайте будем охранять свой слух, беречь свой слух. И я всегда как специалист говорю, когда мы возвращаем в мир звуков каждое ухо, это действительно очень большое счастье. Всем желаем только здоровья и всегда прекрасные слышать слова, прекрасные мелодии и, конечно, радоваться миру звуков. Fazliddin va Zahraxonning oyisiman. Farzandim shu tug'ilganidan eshitish qobiliyatsiz tug'ilgan edi. Biz mana shu operatsiya uchun ko'p bor harakat qildik, lekin imkonimiz bo'lmagani uchun qildira olmagandik. Mana endi hozirda Infinbank xayriyatkorlik jamiyati yordami bilan farzandim eshita oladi, tengqurlari qatori ulg'ayib o'sadi. Biz ana shu bankka juda ham katta minnatdorchiligimizni bildiramiz va yana shu karlar jamiyati a'zolariga, barcha tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xolisa mana shu kelajakda farzandim O'zbekistonga xizmat qiladigan yetuk inson bo'lib yetishishiga o'sha yurtimiz uchun xizmat qiladi. Xudo xolisa barcha tashkilotchilarga, doktorlarga rahmat. Alloh barchalaringdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Parkent tumani So'qoq qishlog'idan kelganman. Men 2016-yildan 2021-yil marta to'rt marotaba ikki tomonlama surunkali yirik o'rta operatsiyasini o'tkazganman. Hozirda 100% eshitishim uchun kohler implant operatsiyasini o'tkazmoqdaman. Buning uchun men Infinbank xodimlariga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Milliy markaz xodimlariga ham, vrachlariga ham o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman. Ijtimoiy himoya agentligiga ham rahmat aytaman, o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman. Assalomu alaykum aziz qadrli insonlar. Shu saxiy insonlar tufayli singlim 5 yildan buyon gapira olmas edi. Allohga shukr, shunday saxiy insonlar yurtimizda ko'paysin. Ular Makkalarga borib ham o'shalar sadaqalar tarqatish, ehsonlar tarqatish nasib aylasin u kishilarga. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlariga baraka bersin, topganlariga baraka berib Allohim yanada saxiy insonlar bo'laversin. Allohimdan so'rayman, uzoq umr ko'rsin u kishilar. Yurtimizda mana shunday saxiy insonlar ko'payaversin. Hammaga sog'lik, omonlik tilayman Allohim. Allohim o'sha Infinbank va hamda ijtimoiy himoya xodimlariga kattakon rahmat. Allohim o'shalarning ham rizqini, umrini, topganini, barakasini bersin Allohim. Doim sog' bo'lsin. Biz hamisha ta'zimdamiz shu kishilarga.